Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Biz navbatdagi oshxona mebelimizni olib kelib, so'rab bitkizdik. Bu oshxona mebelimizni Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Qoratepa qishlog'iga Almardon akam xonadoniga olib kelib, so'rab bitkizdik. Bu oshxona mebelimizni razmeri, narxigacha aytib o'tamiz. Videoni o'tkazmasdan ko'nglar, xudo xolasa chiqarib borayotgan ishlarimizni birinchilardan bo'lib ko'rib borasizlar. Bu oshxona mebelimizni razmeri eshigidan burchakgacha 290, burchagimizdan xolodilnikni qirg'og'igacha bo'lgan joyimiz 463 sm ga bo'ldi. Xolodilnik gazlar o'rnini chiqarib olib, общий 693 sm ga pulini hisoblab tayyorlab berdik. Bu oshxona mebelimiz poldan balandligi 240, moykasi, shushulka, sochiqilgich, kafellari, tuz quruqcha qo'yadigan cho'ntaklari magnitlarigacha keldi. Tevada diod chiroqlarigacha, plafonlarigacha qo'yib berdik taylarini. Kashtan firmani akrildan ishlatdik. Rossiyskiy doska, rossiyskiy laminatlarga qo'yib, chekkalari xikronka bo'lgan, osha-moshalarigacha to'rttadan qatirilgan turba-ruchkalarni qo'yib berdik. Mana shu holatda ishimiz chiqdi. Kimga ishimiz yoqsa murojaat qilaverasizlar. Vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Bu oshxona mebelimizni 1 pogona metrini 2.400.000 so'mdan qilyapmiz. Shu oshxona mebelimiz o'sha narxi bitovoy texnikasidan tashqari 16.600.000 so'mga olib kelib ustanobga qilib bitkizdik. Mana shu holatda. Bu joyimizda xolodilnik, keyinchalik o'rtasiga joy qo'ydik. Mikrovolnovkaga joy, рабочий stol, tagida uni idishga joylarimiz bor. Qo'sh soladigan patnaslarigacha ham rulilarimiz ham vakuumli bo'lgan. Tok montajlariga tayyor ekan, ular chiroyli qilib qo'ydik, gazlariga ishlayapti. Suvlarimiz ham tayyor. Tevasida original shushulkasi bor, idish tovoqlari uchun. Svetlarni ham yoqib bir qator ko'rsatib qo'yamiz. Mana shu holatda mana. Рабочий doskasi yop-yorug' turadi. Bemalol ish qilsa bo'laveradi. Xo'p. Tepa tomonlari ham plafonli mana. Video davomida xato kamchilik bo'lsa uzr so'raymiz. Qo'ldan kelgancha chiroyli qilib ishlarimizni chiqarib boryapmiz. Videoga like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa sizlarga ham xonadonlarga shunaqa chiroyli mebellar qo'yish nasib qilsa. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.